Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi 3 kunimiz. Navbatdagi buyurtmamiz asosida kacholimiz tayyor bo'ldi. Navbatdagi buyurtmamiz Buxoro viloyatidan kelib tushdi. Ko'mir kachol yasab berdik. Ayni ko'rinishda kacholimiz shakllandi. Xo'p, kacholimizga ishlatilgan mahsulotlar 3 mm qalinlikdagi listlardan yasab olingan. Demak, ichki va tashqi korpuslari ham 3 mm qalinlikdagi listlardan yasab olinadi. Ko'rib turganimizdek, kacholimiz buklash uslubida yasab olinadi. Mana qirralarida shof bo'lmaydi. İchki holat bo'yicha ham xuddi shunday korb asosida yasab olinadi. Kacholda 4 ta papka bor. Teplobmenik o'rnida papkalar qo'yilgan, zigzag uslubida yasab olinadi, ya'ni issiqlik aylanma harakat bilan tark etadi. Oldi eshigi, tozalash uchun qo'yilgan, moslashtirilgan eshigi, demak ko'mirxona eshigi, pastda ham tozalash eshigi hisoblanadi. Xo'p, kacholimizni bosim ostida ishlashligi uchun hamma tarafdan 3 tadan zaklopka qo'yib olingan. Ko'rib turganimizdek, kacholimiz o'lchamlari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, kacholga 114 mm diametrdagi demak trubadan mo'ri sifat ko'rinishda foydalanganmiz. Kachol eniga o'lchami xo'p, kacholimizning eniga o'lchami 38 cm tashkil qiladi. Kengligi 40 cm. Kachol balandligi, suv aylanish qismini aytadigan bo'lsak, 97 cm tashkil qiladi. Xo'sh, kacholni umumiy balandligi demak mo'rilari bilan 110 cm ni tashkil qiladi. Xo'p, kacholimiz ichki qismi bilan tanishib o'tamiz. Kacholimiz ichki qismi ayni ko'rinishda yasab olingan. Mana ko'mirxonamiz, o'tinxonamiz 20 mm diametrdagi turbalardan klassik o'rnida ishlatilgan, 3 mm qalinlikka ega. Orasidan suv o'tib turadi. Orqada kanal qo'yilgan, havo kanallari. Kacholimiz mana ko'rib turganimizdek ventilyator bilan jihozlangan, termostat haroratni belgilagan holatda kachol aqlli rejimda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Pastki eshigimizni ochib ko'rsak, demak pastki eshigimiz kul tozalash qismi. Bu yerda demak bu eshigimiz syomniy eshik bunday olinadi. Mana bu yerda shlak hosil bo'lganda tozalab olish imkoniyatini beradi. Xo'p, mana bu kanaldan havo kiradi. Havo kirgandan so'ng bu yerda ko'mir bo'lgani hisobiga orqa tarafdan воздушный kanallardan havo purkab ko'mirning yonishini demak yaxshilab berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana bu holatda bu eshigimiz o'z o'rniga qo'yiladi va ko'mir solganda bu tarafdan tushib ketmaydi. Xullas, pastdagi eshigimiz bir yo'la ikkita funksiyani bajaradi. Kul olish vazifasini beradi va mana bu yerda shlak hosil bo'lganda ko'mirxonada shlakni tozalash imkoniyatini yaxshilab berish vazifasiga ega. Xo'p, eshiklarimiz har ikkala holatda ham, uchala holatda ham, yuqorida ham 2 qavat qilib yasalgan. Shu issiqlik urgan vaqtda eshiklarimiz qizib ketmasligi uchun. Xo'p, ventilyatorlarimiz 65 vatli ventilyator, relay termostatni boshqaradi, ya'ni harorat belgilangan haroratga qo'yasiz. Belgilangan haroratda demak suv chiqib borgan vaqtda buni demak datchik his qiladi va ventilyatorni o'chiradi. Soviganida datchik his qilgandan so'ng yana qo'shadi. Ya'ni kim bir zagruzkada kacholimiz sifatsiz ko'mirda 6 soatdan 8 soatgacha yonish imkoniyatiga ega, sifatli ko'mirda 10 soatdan 12 soatgacha yonish imkoniyatiga ega holatda yasab olingan. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni kacholimiz, eslatib o'taman, Buxoro viloyatidan kelib tushgan buyurtma asosida yasab jo'natilyapti. Dastavkalarimiz mavjud. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarni markazigacha kachollarimizni yetkazib berish imkoniyatiga egamiz. Bugungi kunda 2025-yil boshi ya'ni 2025-yil boshi bilan aytadigan bo'lsak, kacholimiz narxi 5 million so'mga yasab berildi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.